Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Vert Gaming. Bugungi videorolikimizda top 3 ta eng zo'r mobil o'yinlar haqida gaplashamiz. Unda videoni ko'p yuzib o'tirmasdan qani boshladik. Birinchi o'yin Call of Duty Mobile o'yini. Bu o'yin 2019-yilning 30-sentyabrida Activision kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ekan. Bu o'yin uchun talab etiladigan Android sistema versiyasi 5.1 va undan yuqori bo'lishi talab etilar ekan. Hajmi 3.121 GB tashkil etadi. Yuklamalar soni bo'yicha 100 million martadan oshiq yuklab olingan ekan. Oxirgi yangilanish 2025-yilning 20-iyulda bo'lib o'tgan ekan. Hozirgi vaqtdagi eng so'nggi versiyasi 1.0.52 ni tashkil etar ekan. Keyingi o'yinimiz Standoff 2 o'yini. Bu o'yin 2017-yilning 19-iyul sanasida Axipop Ltd kompaniyasi tomonidan chiqarilgan ekan. Bu o'yin uchun talab etiladigan Android sistemasi 6.0 va undan yuqori bo'lishi shart. Hajmi 2.5 GB tashkil etadi. Yuklamalar soni bo'yicha 100 million martadan oshiq yuklab olingan ekan. Oxirgi yangilanish 2025-yilning 16-noyabr sanasida bo'lib o'tgan ekan. Hozirgi eng yangi versiyasi 0.36.1 versiyani tashkil etadi. Keyingi o'yinimiz Mobile Legends o'yini. Bu o'yin 2016-yilning 31-oktyabr sanasida Mountain kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ekan. Talab etiladigan Android sistemasi 5.0 va undan yuqori bo'lishi shart. Hajmi 135 MB ni tashkil etadi. Yuklamalar soni bo'yicha 500 milliondan ortiq yuklab olingan ekan. Oxirgi yangilanish 2025-yilning 21-oktyabr sanasida bo'lib o'tgan ekan. Hozirgi eng oxirgi versiyasi 2.1.31.11.233 ni tashkil etadi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Unda yana ko'rishguncha, xayr.